sizlar bilan akademik ko'nikmalar va kasbiy kompetentlik fanimizni davom ettiramiz. Bugun 6-mavzuda akademik yozish haqida gaplashib o'tamiz. Bugungi mavzuyimiz bo'yicha demak bizda 5 ta reja bor. Birinchisi bu yozish va uning turlari, akademik yozish va uning elementlari, akademik yozish shakllari, akademik demak yozishni boyitish yo'llari, plagiat, ko'chirmachilik va unga yo'l qo'ymaslik holatlari bilan tanishib o'tamiz. Demak, ushbu slaydimizda tavsiya etilgan adabiyotlar mavjud. Bu adabiyotlarni ko'rib, o'rganib chiqishinglar mumkin bo'ladi va ushbu o'sha akademik ko'nikmalar va kasbiy kompetentlik fanimizni yana ham chuqurroq o'rganishingizga yordam beradi. Va quyida o'sha axborot manbalariga ham to'xtalib o'tganmiz. Ular orqali sizlar ham o'zingizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishinglar mumkin bo'ladi. Endi akademik yozuv haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Ya'ni akademik yozuv bu bugungi kunda ilmiy matnlarni o'qish, tushunish, tuzish va formatlash imkonini beruvchi oliy o'quv yurtida muvaffaqiyatli o'qishning asosiy til kompetensiyasi hisoblanadi. Demak, axborot yozuv tushunchasi sifatida ingliz tilidagi adabiyotlarda ko'proq qo'llaniladi. O'zbek tilida odatda matnning ilmiy uslubi, tushunchasi qo'llaniladi va buni to'rtga bo'lib o'rganishimiz mumkin. Birinchisi matn qismlari bilan ishlash bo'yicha asosiy ko'nikmalar va kichik hajmdagi matnlarni yozish va izohlash, maqolani yozma tayyorlangan matnning sifatli bo'lishi, natijada uni istalgan xalqaro jurnallarda chop etishga ruxsat berish mumkin bo'ladi. To'rtinchisi tinglovchilarga taqdim etilgan ma'lumotlarni yetkazish, shu jumladan auditoriya bilan o'zaro munosabatlarni, demak savollarga javoblar, yozishmalar, munozaralar yo'lga qo'yish ekanligini tushunishimiz mumkin bo'ladi. Akademik yozuv. Endi akademik yozuv deganda bu qisqa, ishonchli ilmiy matn yordamida demak o'z fikrlarini bayon qilish hamda asosiy holat bo'yicha asoslay olish qobiliyatiga aytiladi. Bu oliy ta'limda muvaffaqiyatli bilim berishning hamda keyingi ilmiy tadqiqot faoliyati, shuningdek xalqaro miqyosda ham muhim aspektlardan biri hisoblanadi. Endi akademik yozuv yordamida oxirgi 10 yilliklar ichida turli mamlakatlar o'rtasida ilmiy va o'sha holatlar bo'yicha kommunikatsiya amalga oshirilib kelinmoqda. Bu ilmiy ishlarni bayon qilish uslubi, ya'ni ilmiy ishlarda fikrlarni qisqa va tushunarli shaklda bayon qilish qobiliyatini aks ettiradi. Bu uslubda quyidagilarga farqlash mumkin deb aytamiz, ya'ni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, akademik yozuv uchun shaxsiy fikrni bildirish emas, balki keltirilgan muammoga e'tiborni qaratishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi holat bo'yicha akademik yozuvning asosiy turlari, ya'ni birinchisi tavsiflovchi, argumentlik, ya'ni analitik holatda baholovchi, analitik holatda shaxsiy tajribaga asoslangan. Ya'ni bu yozuv turlarining har biri o'ziga xos til xususiyatlari va maqsadlariga ega. Ko'pgina akademik matnlarda siz bir nechta turlardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Yozish amaliyot va ongli fikr yuritish orqali shaxslar demak yaxshilanadi. Ya'ni oliy ta'lim kursida o'qishni davom ettirsangiz, professionallarning yozish uslubini yaxshilanishiga davom etishini kutishadi. Ya'ni xususan sizning yozishingiz akademik demak konvensiyalardan xabardor ekanligingizni va ulardan qachon foydalanishni ko'rsatish kerak bo'ladi albatta. Demak, keyingi slaydimizda etika haqida bir qancha fikrlar olishimiz mumkin. Ya'ni etika hayotimizning deyarli barcha jabhalarida qamrab olgan bo'lib, tibbiyot, jurnalistika, ishbilarmonlik, tadbirkorlik, boshqaruv, biznes, advokatlik, pedagogik va oila etikasi kabi tushunchalarga ko'p duch kelamiz albatta. Endi albatta bu yerda ilmiy etika degan tushuncha ham bor. Ilmiy etika zamonaviy va ilmiy demak ilm fanda rasmiy ravishda e'lon qilingan qoidalar to'plami bo'lib, ularni buzilishi ma'muriy ish yuritishga olib keladi. Ilmiy texnika nafaqat ma'muriy qoidalar, balki ilmiy faoliyatda olimlar tomonidan quyidagilar demak qo'yiladigan ilm fan faoliyatini
ta'minlaydigan ma'naviy tamoyillar jamlanmasiga ham aytiladi. Endi sizlarga o'sha antiplagiat holati bo'yicha ham tushuncha berishimiz mumkin. Antiplagiat bu internetdagi juda ko'p saytlar, juda ko'p turli xil ma'lumotlarga ega. Agar sayt multimedia yo'nalishiga ega bo'lsa ham undagi ma'lumotlarning asosiy qismi matn shaklida taqdim etiladi. Internetdagi matnning asosiy qiymati uning o'ziga xosligi. Ya'niki o'sha haqiqatan ham yuqorida sifatli va noyob matn bilan to'ldirilgan sayt yaratishda siz barcha demak mashhur qidiruv tizimlari uchun kiritilgan ma'lumotlarni tekshirib va foizlarini beradigan maxsus dasturdan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Dasturning kamchiliklari, ya'ni ehtimol bunda dasturlarning eng ko'p uchraydigan muammolari bu ma'lumot qidirish tarmoqlariga ko'plab qo'ng'iroqlar, ya'niki natijada holat bo'yicha vaqtincha taqiq va o'sha kapcha kirishlar so'raladi. Siz uni o'zingiz kiritishingiz yoki sozlamalarda avtomatik kiritish parametrlarini o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Demak, antiplagiat holat bo'yicha albatta ushbu o'zingizdagi ma'lumotlarni holati bo'yicha tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi albatta. Endi ko'pincha o'sha Microsoft Word'dan o'sha holatlar bo'yicha jadval matritsa algoritmlarining eng oddiy shakllarini mahalliy qo'llash orqali maqolalar, biznes faoliyati, boshqa hujjatlar uchun matnlarni yaratish, ko'rish, tahrirlash va formatlash uchun mo'ljallangan matn protsessidir albatta. Ya'ni o'sha jarayonda bo'lmoqchi.